Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Jonghua Xalq Jumhuriyati g'ayri moddiy madaniyat meroslarini qo'g'dash qonunini izchillashtirish uchun avtonom rayonimizda bir qator xizmatlar ishlandi. Avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasi uyushtirgan Şinjan Adabiyat Sanatçılar Cemiyeti Ürümçi'de ötküzüşünü öz üstüge algan ikinci növetlik xalq dastançılarını terbiyeleş kursi mana muş xildiki ehmiyetli faaliyetlerinin birisi. Biz muşu münasebet bilen bu qitimki yığınның muvaffaqiyetini tebrikleş, şundaqla dastançılarga bo'lgan hürmetimizni ifadeleş yüzüdün bugünkü söhbetni maxsus uyushtirdik. Men aldı bilen bugünkü söhbetimiz teklif qilingan tördeki aziz mehmonlarni tanıştırıp ötey. Şinjan Xalq Adabiyat Sanatçılar Cemiyeti'nin muavin reisi, Uyghur Xalq Dastan Tadqiqat İşxanasının müdiri Yusuf İshaq. Qaraqash nahiyasidan memleket derecalik dastanchi Obul Hasan Qorim. Qumul shahridan avtonom rayon derecalik yosh dastanchi İbrahim Yaqub. Aqto'y nahiyasidan peshqadam dastanchi Xudobadi Qurban. Bulduğu beşin cayda balam, kalgaç kesimi killitte balam. Bir yılki beşin cayda balam, cinnazımız geldi ya balam. Gülleri indil killala balam, ah balagam dep yıklısam balam. Ağzıma kanla dolmadı ya balam. Ali hakkay hapşırdım. Arsalarım yaçibek, ay yaçibek, şunkar buldum. El için, yurt için, mert oğlanım yaçibek. Kozağalet dağı, derdi dağım. Ketere buldum nandacağım. Biz bugün Uyghur Xalq Dastançılık San'ati degan temada paranglashdan burun naq maydon kelib bu söhbet qatnashayotgan Tangirtag'ining janub va shimolidan kelgan bir qism dastanchilar bilan paranglasak. Bu yil qancha yosh kirdingiz? Bu yil 72 yosh kirdim. Men Xotan viloyatidan keldim. Qaraqash nahiya, o'tirishliq matdoqda to'xta. Dastanchilik bilan shug'ullangani qanchalik bo'ldi? Dastanchilikdan shug'ullangani menga 50 yil oldu. 50 yil oldu. Yerim asar degan gap. Bunda bo'lsa ustozingiz kim? Ustozim Baqaxun ustam. Siz qanchalik dastan bilasiz? Men 6 dastan bilaman. Havzixon, Hamraxon. Ha. Yilpizixon Hakimbek. Ha. Abaydullohxon. Ha. Shahyaqut. Ha. Hasanbek. Ha. Zivizixon Mamatjumaxon. Ha. Shinaqshabek. Bu yil qancha yosh kirdingiz? 57 yaş girdim. 75 yıldan başlap bu dastan o'qishga kirishdim. Benim ustozim Aqto'dagi Xudobadi Qurban, Yusuf Ahmad, G'arib Sanam, O'rliqqa Hamrojon degan 3 dastonni to'liq bilaman. İsmingiz kim? Enver Ömer. Ben Mekit Nahiye Pazarlık Hükümet Odiköl İçtimai Rayonundan biladigan dastallar Şah Yakup, Kakkuk Zeynep, Sit Noçi, Nozugum qatarlıq dastallarni o'rgandim. Yusuf efendim bultur Qumulda Moşu xalq dastançılarını terbiyeleş kursu uyuşturup dikensizler. Ardın bir yıl ötmey Ürümçi'de ikinci növetlik xalq dastançılarını terbiyeleş kursunu uyuşturup 3 günlük faaliyetine ait muvaffaqiyetlik ötküzdüңler. Endi bir narsani bilgim kelyapti. Janub ve Şimal'dan 40 tek dastançı cem bo'libdi. Nayt katta bir uçuruş bo'libdi. Mushunda faoliyatlarning kayni-kaynidan o'tkazilishida qanday bir alayda sabab bor deb qaraysiz? Yaqinqi yillardan buyon yoshlarda bu dastonga bo'lgan qiziqish masala susishib qarapmadi. Shu sababli bu dastonchilarning daston aytadigan burunqidek makon keng emas, lekin kundan-kun tarayib qolib, yo'qolishga qarab yuzlandi. Shuning uchun biz bu Uyg'ur madaniyatining nihoyat muhim tarkibiy qismi bo'lgan dastonni qutqizib qo'yishning intayin zarurligini his qildik. Bu qitim shu ikkinchi navbatlik dastanchilarni tarbiyalash kursiga qanchalik dastanchi keldi?
Bu qatim 40 noşuq dastanchi keldi. Bultur Qumulda o'tkazgan qaraganda ko'lam jihatdan, odam soni jihatdan ko'p qo'y deyman. Shundaqmi? Bu qatim dastanchilarning soni ko'p. Bo'pmi yurt, har yurtdan kelgan dastanchilar ko'p. Ko'p. Chunki o'tgan yilgi Qumul qilganda Qumuldagi yo'ldoshda ko'proq qatnashdi. Qumulning bizga jiq yordamda bo'ldi. Ular bizga bir Qumulning muchqara qatnashsadi. Bo'ldi dedik biz albatta. Biz aloqachilik odamni hemen chaqirdik. İmkan balan kelinglar dedik. Ba'zilar chaqirsak kelolmadi. Turli sabablar tufayli chunki bu dastanchilarimiz bir qismlari dehqon bo'lsa, bir qismi chorvachi, hammasining o'z oldirish ishlari bor. So'ng kilalganlarni appadik, apirib ularni hammasini biz ko'tarib, apirib yig'inni ochdik. Ochgandan keyin iyadagi Qumuldagi munosabatli rahbarlarning, shahar boshliqlariniki, viloyat boshliqlariniki hammasini qizg'in qo'llab-quvvatlashiga erishdik. O bilasa aka, sizning ustozingiz ayni vaqtda 97 yoshida vafot bo'lgan mashhur dastanchi Shoh Muhammad akaninki shogird ekansiz. Endi egallashimcha Shoh Muhammad aka hayot vaqtida o'zi qoyil bo'lgan, e'tirof qilgan, to'n yapgan 3 shogirdning birisi ekansiz. Mush ishni qisqacha bir eslab beramsiz. Biz 2011-yili bizni shu Sende Sarı'ya yarın kışıydı. Kışıgandan keyin Shoh Muhammad ustam bizge 3 öylenge birden ton yaptı. Endi men yaşanıp kaldım. Mening izimni besanglar, mush üçep ketmese. Mening izimni besanglar deb yig'lab duo qildi bizga. Duo qilgandan keyin tonni kiydik, biz 3 öylenmeye chiqdik. Mana hozir endi 15 kunda bir kun, bir oyda bir kun Muşu birinci oturda Qarqashna iste. Yezi mektepilde emeli dersim var. Emeli ügütüp prenstan bu destan bizning enevi tarix yolumuz ki. Dep hazır ders ötküldüm. Vay yaxshi. Hazır endi matufta bizning o'rnimiz bo'ldi. Undan keyin Abdumir aylik qilib bizning qaddimizni ko'tardi. Hazır memleketlik olduk. Biz bir yerga bunda chiqib o'tirishimizni u hergiz o'ylamagan. İbrahim, siz qanchalik daston bilasiz? Mening daston bilishim sal azroq. Shuningdimi bir 20 dan oshiq daston bor. Hamma sizga bir 6-7 deb beraymi? Yochibek dastoni, To'mirxalp dastoni, Ayim Xon dastoni, ya'ni Umar Botir dastoni, Qubbu Qumulning yarlik dastonlari hamdi. Yani Almaxon dastoniga o'xshash, Zindondagi To'xtaxon, shunga o'xshash dastonlar bor. Sepninki masalan, butun Uyg'urga endi tava Yusuf Ahmad dastonlariga o'xshash dastonlarni o'qiyman. Siz qancha yoshingizdan boshlab daston o'rgangan? Men 11 yoshimdan boshlab daston o'rgangan. 80-yillardan boshlagan. U 80-yillarda mening opam Dutta Çelip, Yusuf Ahmet, Sanobar qatarlıq bu dastallarını okuydu. Ben şu küçüğümde, şu apamdan, şu dastallardan öğrengen. Xudoyverdi aka, biz anlasak siz Aqto'dagi mashhur dastanchi Shibilxonninki shogird ekansiz. Balkim ustozingiz haqida ta'sirotlar cho'nqur bo'lishi mumkin. Siz ustozingizdan qaysi dastonlarni o'rgangan? Men ustozimdan Yusuf Bey, Ahmet Bey destanı, Garip Sinem destanı, Yörülqa, Emracan destanı, Buay Ruşen destanı. 4 destanını öğrendim. Siz bu yıl qancha yosh kirdingiz? 68 yaşlıydım. 68 yosh kirdingiz. Balkim sizningmi shogirdlaringiz bormi? Ba, şagirtim ba. Birisi ağaç bayatın ki Xudavadahın degan şagirtim şu. Yani jutta 2 şagirtim ba, özüm bilen tanıtış. İki şagirtim var. Hazır öyden de iki nevri balan battı. 10 yaş, 8 yaşlık. Ay ikisini terbiyelətime. Birinin kolu dapını, birinin kolu tuttanı tutkuza. Aşolunu özü balam. Manmanda kılsam xalq kolu kep kaldı. Daplan tuttanı ütüvasam bula xet bilgen diken. Ma destanını yezip manda oturab okunlar desem yezip ipersem ürgünü de acballa. Lekin ülep kalmasam iki nevrimle menin izbasar kılıp bana. Zat yetiştirme deydigan niyetim var. Xalqimiz orasida bir dastonga o'zini qiziqadigan odamlar ko'payyotdi. Yoshdan mi? Ko'payyotdi. Bazada uğraş için bir dastanga 1 saat vakit gidiyordu. 1 saat şu adem çulgaş için kızıkarlık gep gidiyordu.
Yusuf efendim, yakın yıllardan bu yan münasebetlik tarmaklarının köngül bölüşü bilen, şu bizning dastançılık san'ati ve şu san'atni icra qilib kelayotgan bizning dastançılarga bo'lgan g'amxo'rlik kuchaydi. Endi bu xil yuzlanish bizda nimadan derak berdi? Bunun o'zi bir xalqimizda bir dastonga bo'lgan tanishning o'sib o'tganligidan derak berdi. Chunki hukumat qonuniy jihatdan qo'llab berdi, iqtisodiy jihat yordam beryotdi. Bergandan keyin endi uning ustiga shu televiziya stansiyadami, madaniyat bo'stonidami tashviq qilindi. Boshqa torlarda, gazet jurnallarda tashviq qilingandan keyin radiolarda damiyadi. Şunun bilan xalqlarniki bu dastonga bo'lgan tanishi kundan-kunga cho'nqurlashib, o'zining bu madaniyatini qaytadan bir esga elib, bizga hozir xalqlar shu har xil yo'llar bilan xabar qildigan bo'ldi. Tonish bilishlerim, og'aylarim, kasbdoshlarim degandek, bas tonmagan dehonlar tilib bir ahvollar bor. Biz bildigan dastanchilarni shu yerlikdiki, shu madaniyat o'rinli bilmaydi ekan. Nurg'unlarni. Biz desak hayron qoldi bular. Demak, endi bu xalqimiz orasida bir dastonga o'zini narsa qiziqadigan odamlar ko'payyotdi. Yoshlarchilar ham ko'payyotdi. Masalan, bu qatimqi o'tgan yil yig'in qaraganda bu qatimqi kelgan anchada yosh lamba. 20 necha yosh lambada. Burun hammasi biz bildiganlarimiz bu oylardi. Yoshlar hozir yetib chiqyotdi. Abay mana Xudoba dekam davotdi. Navrasini nima? 10 yosh kirmagan navralarni tarbiyalash boshlabdi-da, mana buning o'zida bizda bir xil umid, istiqboli bağlığını dastançılıkniki gösterdi bularımız. O bilan sanki, endi bugungi kunda siz hozir mamlakat darajalik xalq dastanchisi degan bir salohiyatga ega bir shaxs. Balki mushkil salohiyatingiz sizning yo'llaringizni ochdimi qandaq? Voy ochdi. Bana bu o'tir maktabdan 4 o'quvchi verdi. Churpadi meni daston o'qiting deb. Buni o'qitib yotdim. Ondan keyin Xotanning bozorning o'tirishdan menga yak o'qitib berdi. Nima qildiga ya? Bu daston o'qitgan. Bizning Qaraqashniki hozir sharoiti menga bek yaxshi. Menga o'xshash, endi shu boshqaning bir sharoiti ayında bir yaxshi bo'lsa, endi beremiz qarindosh. Mening ko'nglim xotirji. Odatdagi faoliyatingiz maktablarda bo'lamda? Maktablarda daston. Maktabda. Onun kim bazadimi daston o'rnaysiz? Bazada, mazalda. Odam ko'p yig'ilgan yerda. Xeyli odam ko'p yig'lamdi. 2000-3000 odam yig'iladi. Ularning xalqning yana dastonga bo'lgan ixlosi, kayfiyati kuchlikmi, qizg'inligi? Kuchlik. Hozir mana bu yosh bolalarning bu azroq. Cho'nglar anglamda? Cho'nglar u bilasini qarim keti deb maxsus kelib o'tirtgan odamlar bor. Yolg'iz o'rindamisiz yoki do'st atib bergan yordamchi? Mening shogirdim bor, Jumanur. Meni 7 yigitim bor. Shogirdlarim yig'iladi. Odatda bir dastonni o'rindash uchun qanchalik vaqt ketadi? Bazada urulash uchun bir dastonga 1 soat vaqt ketadi. 1 soat shu odam chulg'ash uchun qiziqarli gap ketadi. Gap ketadi. Bizning qiziqarli gap qilib, hammadamni chulg'ab bo'lib, biz dastondan urulaymiz. An kelgan o'z ixtiyoran bizni yo'qlaydi. Bunda qilib kelib, hozir ilgari bolasini bizga shogird ko'ragili birisi oviy qildi. Hozir hukumatdan qo'llab bergandan keyin, sharoit yaratib bergandan keyin, endi bir ubilasna bo'lgandan keyin, endi ma'at birning balani shogirdga bersak digildi. Demak, shogirdlaringiz ko'p degan gapda. Dastanchi bo'lish uchun favqulodda yuqori tush qobiliyati bo'lishi kerak. Bu odam o'ziniki muzik sezimini tatib, til sezimini, harakat sezimini o'rlashini hamma birlashtirgan tabiiy holda bu odamniki yetilishiga foydali. Endi mening daston o'g'ili sharoitim bir qadar azroq jafoliq. İbrahim, sizningki Qumulda qanchalik shogirdingiz bor? Mening Qumulda hozir biz ishlayotgan o'rinda 7-8 shogirdim bor. Ham sirtamo bir nechisi bor. Shunda qilib 10-11 ga bordi. 10-11 shogirdingiz sizdan daston o'g'indi, shundaqmi? Ha, daston o'g'in. Ularning ilgirlash ahvoli bir qadar yaxshi bo'lib turadi hozir. Masalan, men bugun bu yerga 3 dastonchi shogirdim bilan chiqqan. Bular mana shu 1-2 yil ichida 4-5 daston egallagan. Yachibek dastoni degan cho'ng 1 soatdan oshiq vaqt tutadigan daston. Shularnimi shu. Mana tekstini tushirib qo'ymay o'qiy oladi hozir. Odatda endi men sizdan so'rab baksam, mush daston o'ginishda
Qanda ögünüsiz, qanda esinizde qaldı ögünüsiz. Аңлаш bilen. Әмді менің дастан өгіні шарайты бір қадар азырақ жапалық. Әмді әйні вақлада, 80-ci yıllarda o vaqtlarda ün algımı yok. O vaqtlarda anlap öğrengen. Әмді şu bir qancha yıllarda ün algı bana bağandın keyin biz onu alalaydıgan boğadı keyin ün algı tayınıp öğrendi. Hazır o әмді ün aldığan nesler köplep ketdi hazır әмді özemdi bocak. Bu kitapları başkalar okutu bilip. Ondan keyin onu yaki şu burunqi şu lentilarni tepkilep. Şulardan öğrendiğen gep. Xudoyvadika anlasam siz ustozingizga jumladan mush dastonga o'tdek sizda bir ishtiyoq bor deydi. Mush xil ishtiyoqning darajasini bilib baqsak bo'lamdi. Qanchalik ishtiyoq bor sizda? Obdan. Xo'sh. Endi menda bu dastonga ishtiyoq bog'lashim men 63-yil 15 yosh chig'imda ishtiyoq bog'lagan bu dastonga. Merhum Şibilha ustam bilen bir iş gittik. Bu adam destan okusa kayşa geçirip oturup bir yıl kulkumdan puşudum. Puşuğandan keyin oturup gitti mine ballarım küçük işkeylem bir iş tekemez. Moş destan nesli bir ügününla dedi. Obdan ügüne desem andavas memme ketekini ügütüme dedi. Şu arkalık ustam bilen şu 2012 yılı 1. ayının 15 ay geçlik zaten keçe gündüz davamlılık bile biz. Aşı arkalık köp nuru kılgan halkının ki alkışığı eriştim, piş kademinin ki daasına aldım. Şu sebepten takımma bana iştiyak üzeri utdek tutuşup gitti bu destanı kayıt-kaydıdan ügüneş okuşka. Ustazımla hürmetlişim şunda kattık üzeri hürmetleydi kamalap gitti. Şunun bilen ötken yıl 2012 yılı 1. ayının 15'inde ülep gitti. Yusuf efendim, şu halk dastanlarını kutkuzoş, onun varislik kılış nöbette bir tahirsiz meseleye aylandı. Endi şu milli medeniyetinin muhim terkibi kısmı boğan dastançılık ve onu icra kılıp gelivatkan dastançılığa boğan pozisiya meselesi de. Yani bizde bazı bir ortak kem taraflar buluşu mümkün. Şu pozisiya meselesi ortak ve kem taraflarını qaysi deb qaraysiz? Hozir shu dastanchilik bir tarafdan gullanayotdi deb qaraymiz. Qaytadan jalanayotdi desak bo'ladi. Bir qism rayonlarniki mas'ullari, madaniyat xodimlari bu dastanchilar alohida hurmatlaydigan holat shakllandi. Bizning nainiki madaniyatni qutqizib qildi ekansizlar. Buni tashviq qildi ekansizlar. Bu sizlarni bu pul verib kelib bo'lmaydigan odamlar deb shundan qizg'in qarshilaganlar bor. Buni xil ko'p naila umuman shundaq. Menen soğanda hazırki gündeki günge çön qilishyotidu, tashviqot kengayyotidu. Onun üstüge partiya hükümetinin medeniyet hizmetini qo'llash salmoqim yilda-yilga eşib beryapti. Onun maktablarga kiryapti-da, men dastan öğütülgan işlarni o'zi. Bu çünkü milliy medeniyet ichidagi bu ilg'or medeniyatning ifodasi bu. Çünkü unda tekst bor, muzika bor, onu çalıdı, eydidu. Bu universal sanat bu. Dastançı buluş için favqulodda yuqori tuş qobiliyati bo'lishi kerak. Bu odam o'ziniki muzik sezimini tatib, til sezimini, harakat sezimini, o'rlashini hamma birlashtirgan tabiiy holda bu odamniki yetilishiga foydali. Endi mana bu sahnada 3 yurtga vakil qildigan 3 dastanchi o'ltiribdi. Bo'lsa 3 dastanchi qisqa bir ariya o'rindab baqsa Hem adam anıs kamırak, dadız kamırak. Anısını kömüğü çidiyalmaydı, dadısını kömüğü çidiyalmaydı. Men Abdurrahman Paşa vefat boğandın kişen, Abdurrahman Paşa'ya anıs yığılığa yerden bir araya, hakası soğukun bakçımı. Oynaşmışsan İsmail balam, saynaşmışsan İsmail balam, kesmeygen kurakta balam, can kıyınmısan İsmail balam, bulduk 5. ayda balam, kalgaç kesimi gillette balam, kap kesimi gillette balam, bir yılki 5. ayda balam, piyalmığımız akiti balam, cinnazımız geldi ya balam,
tuldu kul kaldı balam. Uçak tuldu kul kaldı balam. Kızıl gülday ballarınız balam. Ballarınız yetim kaldı balam. Perzedi diken kul bullo balam. Ata anağımı kul bullo balam. Şamız er bul bullo balam. Perzedi yoktun canı yok balam. Namı nişanı atı yok balam. Neyiz kılasım yok balam. Bu farkına alemin işi. Abdurrahman Gazır Han balam. Ah balam, ah balam. Vay rahmet. Seni hakkaya tapşırdım arsalarım yaçibek ay yaçibek şunkar buldum el için yurt için mert oğlanım yaçibek sukulet sürün samançı top saldı aşımda ay aşımda kollarım bağlanıp kaliş düştü başıma Cenim balam derdinde kaygı akar yaşımda ay yaşımda yürek bağrım ürtendi sen balam yok karşımda. Vay rahmet. Köpçülükке Uyghur xalq dastanlarida G'arib Sinam dastanini o'rinlab bermoqda. Yetmeye turab maqsadimga yarı geldi de bana haber yetti. Şaselim şehrimga gitti. Diyarbakır şehrine hoş kalındı. Koza galip dağı derdi dağım. Ketere buldum nandacağım. Meyneyet bile yana salgan bağım. Bulbullarım bugün hoş kalındı. Yusuf efendim, bayam dedik, bu xalq dastanları olsa bir tevarrük saha. Endi dastançılar olsa naiti kem tepildiğin kişiler. Unda olgandaki milli medeniyetning elsuga mush kishilarni qadrlash, xalq dastanlarini qutqizish, onunga varislik qilish intayin muhim. Bu soha ustozsiz qolsa bo'lmaydi, shogirsiz qolsa texim bo'lmaydi. Undaqda endi dastanchilar nuqtasini aytganda dastanchilar o'zini qanday qadrlash kerak? Har bir odamning qadr qimmati oldi bilan o'zini qadrlashdan boshlandi. Bir odam o'zini qadrlamasa, boshqalarning qadrlash mumkin emas. Endi u odam meni qadrla deb o'tsilmaydi. Çoxum özünü güçlendiriş gerek var aldı bilen. Bir kısım dastançılarımızda bu şundaq bir fazilet jihatdan bolsun, adamgerçilik, axloq jihatdan bolsun, nayte esil faziletli dastançılarımız var. Bular şagird tarbiyalab otudu. Hatta bazıları özününki balalarını tatib har xil yollar bilan tarbiyalab otudu. Amma bu şagird bo'lib kirganlar az. Nima uchun az deganda, bu dastan degan bir o'rinlash, buni egallash odatdagi san'atga o'xshamaydi.
Chunki dastonlarniki qisqalari 20 minut, bir yarim soat bo'lsa, uzunlar 10 necha soat bordi. 10 necha soat bu. 10 necha soat narsani mosh ko'ngilda yotqa elib, uni joyida chiroyli o'rinlash, uni aytish oson ish emas. Shuning uchun bu dastonni egallash bir qadar qiyin bo'lganligi uchun shogird tarbiyalashma oson emas. Buni uzib chiqilganlar nihoyat oz bo'ldi. Uzib chiqqanlar ammo har soatda yetishgan bo'ladi. Demak bu nurg'un muqomchilar daston etamaydiganlar ko'p. Lekin dastonchilar umuman muqomni bildi bular. Qo'shibsizlar. Qo'shiblar. Bular nihoyat atrofga yetilgan desak bo'ladi. Bularning ko'pinchisi tuttar, tambur, ravob, qolun, g'irjak degandek hamma chalgan. Olaylik bor. Bularni o dastonning o'zi bir universal san'at bo'lganligi uchun bularni universal deb yetib chiqqan. Uyg'ur xalq dastoni Uyg'urlarning uzoq asrlik tarixi, urf-odati, madaniyati, jumladan Uyg'ur ruhiyatining gavhari. Shunlashqa bu gavharni har bir Uyg'urning qizish, to'plash, ratlash, aynan varislik qilish vicdanen burchi ham ömürlük mas'uliyat majburiyati. Biz xalq dastonlariga qaraydigan bo'lsak, xalq dastonlari shu xalq og'iz adabiyoti ichidagi eng nodir janrlarning biri hisoblanadi. Buningda millatimizningki til, yoziq, madaniyat, tarix, din, har xil folklar qatorliq urf-odatlarni bilalaymiz. Ashulardan bizni xabardor qila oladigan qimmatli meros hisoblanadi. Bu xalq dastonlari hozirgi davrimizdagi mayli 12 muqom bo'lsin, mayli opera, kino ssenariysi yoki romanlarimizgacha mushlan beytishda nayta muhim rollarni o'ynaydi. Demak, xalq dastonlarininki bugungi davrimizdagi mayli yoziq adabiyoti yoki Uyg'ur san'atidagi rolini hargizmi sal qarashga bo'lmaydi. Biz bugun xalq dastonlari, shundaqla mushu dastonlarni ajdoddan toki hozirgacha bizga yetkazib kelayotgan dastonchilar bilan nihoyat ko'ngilli paranglashdik. Biz oxirida ajdod ruhini tilida va dilida zikr qilib kelayotgan qaysar dastonchilarga salomatlik va baxt tilaymiz. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.